stadion beraman. 10 ta mahallaning eng bir aqlli bolalarini beringlar, o'qitib beramiz. Uxlamaydi, qurtaydi. Asosan qishloq xo'jaligi va chorvachilik. Tadbirkorimiz Xodim Aytor, ko'zingizdan sezib turmagan bolalik. Sog'liqsiz. Meni o'g'lim oliy ma'lumotlarda 2 yildan beri ishsiz. Nima qo'ldan kelsa, hozir qayerda o'g'lingiz? Bir hozir doktorxonada bitta mazatmonni ukologdan keldi. Hozir yetib kelsam, men mahalla raisining uyida bo'laman. Joy to'xonasizmi shu joyga? Aka men shikayatni tugatganman keyin. Kontrakt qilib bergan. Samarqand aholiga. Yaxshi, bo'ldi. Masalan, siz Samarqandda shu yaxshi o'zingizga 4-5 ta ish taklif qilamiz. Borib ko'rish suhbatdan o'ting. Maqtamangiz. Birdaniga zo'r qo'ya olmaymiz. Boy qilinmaydi masalan. Prezidentimizni eng shu aytgan gaplari ham eng og'ir masala dunyo ko'rishdi. Bizning markazimiz Shitxonda birinchi markazlardan o'quv markazlari, boshqa tumanlardan ham keladi. Oqdaryo, Kattaqo'rg'on, kuchayib ketgan, chet tillar kuchayib ketgan. O'shalarga asosan ko'proq kontingent keladi. Men bu qilganim sababi prezidentimizni qanday qilib sizlarga yordam bersak, mana shu tizim yanada rivojlanadi, sizlar kengayasizlar. Ingliz tilini o'rganganlar ham bormi bu yerda? Asosan nima uchun o'rganishadi? Kamroq chetga chiqishga, lekin nimada o'qishga kirish uchun. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Kimni tanidimlar? Men sizni ko'rganman ko'p. Siz yoshlar bilan ko'plab ishlaysiz. Ularning loyihalarini eshitasiz, ularga qo'llab-quvvatlab ishlariga yordam berasiz-da ularning ishida. Nima sizni oilangiz bor, pullaringiz bor, nima yordam berasiz? Ko'rgazma. Siz ko'rgazma qilib berishingiz mumkin. Tayyorlab oling bo'lmasa hozir. Men eng katta orzuyim meni Amerikada eng katta institutda nasib bo'lsa o'qishda yozuvchiligimni davom ettirmoqchiman, shoirligimni davom ettirmoqchiman. Bu Ulug'bek. 1 million so'm stipendiya berasiz. Toshkentga olib borasiz. Hamma bizani qilayotgan programmalarimizni ko'radi-da, Amerikaga o'qishga kirish bo'yicha programmaga o'rgatasizlar, xo'pmi? Bu meni vakilim bo'ladi, bitta bular. bugun tug'ilgan kunimizda rahmat. Rivojlangan davlatlarda, ya'ni Germaniyada o'qimoqchiman. Texnologiyalarni O'zbekistonga olmoqchiman. O'zimning klinikamni. Nemis tili o'quv markazini toping, xarajatlaringizni ma'qul beramiz. Nemis tili bo'yicha. Kelishdikmi? Germaniya bilan muammo bo'lmaysiz. O'zgarishni odamlar o'zi xohlamaguncha uchun tashqaridan olib kelib 1000 marta vaksinatsiz ham tana qabul qiling. Tabiatan ishdan chiqamiz. Siz yulduz bo'lishingiz kerak o'sha mahalla qishloqda. O'sha o'zingiz gapirishingiz kerak. Men yordam beraman. Bor-yo'g'i 4-5 yil qoldi vaqtingiz.